Yangihayot tumanidan o'zingiz uchun hovli qurishingiz uchun yer qarab yurgan bo'lsangiz, 13.200 dollardan sizga 2,5 sotiqli mana bu yerni topib qo'ydim, qaranglar. Egalar o'zlari uchun bu yoqqa joy qurgan ekanlar. Mana sizga quruq yer maydoniga ega. Fasadi 11 metr, ichkariga 22,5 metr kirgan. Okalar taxminan 2,5 sotiq. Yana kelib narxini savdolashsanglar bo'ladi. 13.200 dollardan egalar so'rayaptilar. Yana kelib narxini savdolashasizlar. Manzilga aniqlik kiritamiz. Yangihayot tumanida joylashgan Jaloir mahallasi. Mo'ljalimiz Korzinka skladi yangi qurildi-ku, o'shandan o'tishinglarga chap qo'ldagi mahalla. Ana namunali hovlilarga yetmasdan katta ko'chadan taxminan, ya'ni betonkadan taxminan 300 metr masofa ichkarida to'g'ri kirib kelasizlar, asfalt qilingan, tinch, osoyishta joylar. Suvlari, svetlari, kommunikatsiyasi o'rnida dotlar, hujjatlarni ham tekshirib olasizlar. Mana sizlarga zo'r joy. Alohida darvozalar ham qilingan, okalar. 11 metr fasad, ichkari